Assalomu alaykum. Qadrli hamyurtlar, biz o'zbek xalqi, O'zbekistonda yashaydigan xalqlar deylik asosan. Men faqat shu o'zbek xalqi desam, sal haligidek kichkina ko'rib qolyapman. O'zbekistonda yashaydigan xalqlar deb gapirishdi. Shu lozim topaman. Shu O'zbekistonda yashaydigan xalqlar, bizlarning buyuk tariximizda biladiganlarimiz ko'p va bilmaydiganlarimiz ham anchagina ekanda. Men tarix sohasiga o'qimagan bo'lsam ham tarix haqida ko'p izlanamanda. Odam ko'radi, tarjima qilib olsangiz juda ko'p gaplar bor ekan. Shu hozir mana internetdan juda yaxshi foydasini bilsak bo'lyapti-da. Internetdan to'g'ri noto'g'ri foydalari ham bor bir xillarga. Lekin buni yaxshi tomonlari turgan bitgani bilim manbai ekan internet. Men shuni mana hozir tarixni ko'rsatuvlarni ko'rib qolib, juda shu tarixni ko'rsatuvlar tayyorlayotgan og'alarga juda katta rahmatimni aytmoqchiman. Mana Ixtiyor aka Esonov, keyin mana Shuhrat aka mana hozirgi bo'layotgan jarayonlar, mana shu Eron, Amerika, Isroil masalalaridagi nimalarni ko'rib, eshitib juda shulardan xursand bo'laman. Keyin mana oldinroq bularni ko'proq eshitdim. Qanaqa loyiha edi ularda? Qurultoy loyihasi tarixchilarda. O'zbekiston xalqi tarixlari, yana boshqa tarixlarda juda ular ham ko'p eshitdim. Asosan hozir keyingi vaqtlarda masalan mana shu Ixtiyor akani tarixiy ko'rsatuvlarini, qahvali suhbatlarda ko'rsatuvlarini ko'rib boryapman. Juda katta rahmat aytmoqchiman shu ko'rsatuv tayyorlayotgan ijodkorlarga. Shu hozir men sal boshqacharoq yondashmoqchiman-da Ixtiyor aka. Men gapim asosan sizga qarab boradi. Tarixchilarga deylik, Ixtiyor aka deb boraman. Boshqa tarixchilar ham eshitsa ham haligi to'g'ri tushunishni iltimos qilmoqchiman. Shu har bir ko'rsatuvlaringizdan bir katta bir maktab olyapmiz, katta bir dars olyapman men o'zim haqimda gapirayin. Shunga endi mana hozir men bir ikki o'z tariximizni bilganimcha aytib olmoqchiman. Qani shundan haligi bir analiz qilib olsangizlar, imtihon qilib olsangizlar deyman-da, masalan, tarix sohasida o'qimagan odamlarimizni tariximizni qay darajada bilishini bilsangiz demoqchiman, bilsangizlar. Agar shu haligi noto'g'ri ketayotgan bo'lsak, to'g'ri yo'lga boshqarib, shu to'g'ri haligi tushunchani bersangiz. Agar to'g'ri ketayotgan bo'lsak, to'g'riligini ham aytib qo'ysangiz. Masalan, men chunki tariximizni juda qiziqadigan odamman. Mana shu tariximizni buyukligini bilsak, juda xursand bo'lamiz. Mana bolalarimiz, yoshlarimiz shuni bilib, shu ota-bobosi qilgan ishni qilishsa, ota-bobosining yo'lidan yurib shularda erishgan yutuqlaridan ilhomlanib qolib ketmaylik deb, ota-bobosini qilgan ishlaridan qolib ketmaylik deb turib harakat qilishni istayman. Hozir ko'pchilik yoshlarimiz nima deyman, gattak kam kuchroq deb qo'ymoqchiman-da. Ko'p qiziqmay qolgan tarixlarimizni bilib, tarixdagi ota-bobomizdan qolib ketmasdan shunday bir yaxshi intilishlar qilishimiz kerak. Endi oldingi vaqtda qilich bilan qo'lga olish bo'lsa, hozir qilich emas, masalan, mana shu bilim bilan, haligi tadbirkorliklar bilan shunday bir yaxshi har joyda korxonalar ochib, mana shunaqangi qilib harakat qilish kerak deb o'ylayman-da. Mana masalan, Xitoy hozir haligi har joyda magazin ochib, har joyda bozorlar ochib, mahsulotlarni kirgizib kelib turib, haligi egallayapti deymiz-ku. Masalan, bizning tilimiz egallayapti deb qolamiz. Ular shu o'zi uchun harakat qiladi. Shu xalqlarga ham yaxshilik bo'ladi, baribir shu yerda arzon yuklar bo'ladi. Odamlarga ma'qul foydasi keladigan. Men hozir aytayotganligim mana shu bizlarni o'zimiz tadbirkorlarimiz ham mana shu buyuk xalqimizni izdoshlari ekanligini esdan chiqarib qo'ymasdan bolalar shunday harakat qilishliklariga aytmoqchiman. Qani men hozir gapira olaman. Shundan haligi bir imtihon qilib ko'rsangizlar. Shundan keyin agar shu haligi to'g'ri bo'lsak to'g'ri, noto'g'ri bo'lsak noto'g'ri joylarni shunday deb to'g'ri tushuntirsangiz iltimos qilaman. Men tarixchi emas, tarixda mana shunday hodisa bo'lgan deb aytmoqchi emasman. Men bilganimda aytaman. Ana shu qani to'g'ri gapiryapman, bilganlarimiz. Xo'p, mana masalan maktab davridan tarixga qiziqqanda o'qituvchimizdan qiziqtirishgan, rahmat o'sha o'qituvchilarimizga.
Shu otam ham tarixga qiziqadi. Otam oliy ma'lumotli boshqa sohada o'qigan bo'lsa ham, lekin shu tarixchilarimiz aytardi, otang tarixga zo'r qiziqadi, ko'p bizga tortishib qoladi derdi. Shundan keyin balki men ham shu ko'p savol beraydim o'qituvchilarimizga tarixdan. Hamma shu har kun darsda bir ikkita savol bermasam bo'lmas edi. Endi qisqasi nima demoqchiman? Mana bizlarda bilishimizcha mana baxshilar Surxondaryodagi haligi dutorga o'xshagan nimani chalib do'mbira deydi. Do'mbira chalib aytadiganlarda Boysun Qo'ng'irot eli deb boshlashadi ko'p nimalarini, dostonlarini. Chunki shu xalq og'zaki ijodidan yetishib kelgan, og'izdan og'izga o'tib kelgan, yozilmagan tarixlardan desak, demak mana Boysun Surxondaryoda, Qo'ng'irot Qoraqalpoqda. Qo'ng'irotga borganman men. Qo'ng'irot eng oxirgi rayonimiz edi. Keyin shu masalan shuncha o'rtadagi, masalan bu yoqda vodiy zonasi ham bor. Shuncha katta zonalardagi odamlarimiz shu ko'chimanchilik qilib, mollarda boqib, bu juda ming yillar oldingi gapni aytmoqchiman. Yurishgan deyilyapti, shundaymi? Bu qaysi zonada shu mollarga o't kamayib qolsa, sal yoqda ko'rib, razvedka qilib ko'radi, yaxshi bo'lsa, keyin o'sha tomonga borib mollarni borib boqishib, chorvalarni borib boqishib, qo'y echkilarni boqishib, shulardan sutini ichib, moyini yeb, go'shtini yeb, terisidan kiyimlar qilinib, sotib almashib, junidan gilamlar to'qilib, xullas shitib rivojlanib kelgan deymiz bizlar. Nima. Xo'p, mana masalan shularda bittasiga urg'u bermoqchiman. Hammasini aytib bo'lmaydi bir kunda. Mana shu Turkiyani egallash joyimizdan deb aytaylik masalan. Undan sal oldinroqdan bo'lsak, mana bizlarni bilishimizcha bizlar oldin dinimizda Zardushtiylik deymiz, otashparastlik shunaqangi din bo'lgan, haligi olovga sig'inish nimalari, toshga sig'inishma. Hozir ham shundan qolgan urflar bor, haligi bizlarda kelin-kuyovlar bo'lsa olovda aylantirib, 2-3 marta kuyov aylanib, 3 marta keyin aylantirib uyga kirsa, hozir ham bir xil joylarda shunaqa saqlanib qolgan. Buni musulmon dinimizga noto'g'ri deb qaralashadi. Endi bu eskidan saqlanib qolgan, bunga haligisi yo'q. Bunga shu olov xudomiz demoqchi emas, bizga. Shunga o'xshagan haligi otash oldingi dindan qolgan urflar bo'lsa kerak demoqchiman. Shunga mana keyin islom dini bizlarga kelib, arab xalifaligi endi dinni o'tkazish, haligi tarqatish birinchi baribir kuch bilan qo'lga olgan bizlarni shu. Keyin asosan dinni qabul qilganmiz. Yaxshi dinni qabul qilingan haligi yaxshi tomonga. Endi mana keyin shundan keyingi yillarda bizlarga demak islom dini 7-asrlarda kirib kelgan deb o'ylasak, keyingi masalan undan keyingi asrlarda 8-chi masalan keyingi asrlar bizlarga Chingizxon bosib kelgan, Mo'g'ullar deymiz. Xo'p, Chingizxon bosib kelib, endi undan oldin boshqa joylarda ham egallab, keyin bizlar tomonidan bosib olib, bizlarda ham shu bosib olganligini asosiy sabablaridan bittasi shu bironta beklikka, bironta xonlikka hujum qilgan, borib boshqalarimiz yordam bermagan boshqa xonliklar keyin bosib olishgan. Xuddi o'rislar shunday qilgan-ku, mana birinchi Qo'qon xonligini bosib olgan ekan. Qo'qon xonligiga masalan Buxoro amirligi, Xiva xonligi yordam bermagan. Undan keyin Xiva xonligini, undan keyin Buxoro amirligini ham ular bosib olishgan. Ana shu hozir nima demoqchiman? Bu shu bir ishlarda qilishimizda katta kompaniyalar ham shu masalan chetlarda bir ishlar qilishda bir-biriga maslahatlashib, bir-birlari bilan birlashib katta kompaniyalar qilib bir joylarda katta ishlarni qilishsa yaxshi bo'laydi demoqchiman-da. Hozir ham mana masalan shu chetdan kelgan korxonalar bizlardagi mahsulotlarni ishlab chiqarib o'zimiznikilar qilsa bo'ladigan, o'zimiznikilar pul topsa bo'ladigan mahsulotlar bor-da. Ana shu mahsulotlarda ular nima deyman? O'zlarimizni ya'ni kompaniya deymizki, oldinlari bizda bir kishilik bo'laydi, chet ellarda kompaniya bo'lar edi. Ana shu kompaniyadan kelib chiqib hozir bir minut. Assalomu alaykum. Birinchi ketyapsiz? Kechirasizlar, savolga javob berardim. Xo'p, mana naqd gapirayotgandik. Masalan, mana shu bizlarning hozirgi korxonalarda yuritayotgan tadbirkorlarimizga demoqchiman-da. Shu oldin qo'yibga mana chetdan kelgan bostirib kelgan
bosqinchilar deylik. Bizlarda shu kichikroq ovulda egallaganda borib yordam bermaganmiz, keyin hammamizni kelib birin-birin bosib olgan. Shunday mana hozir tadbirkorlarimizga deyman. Masalan, shu O'zbekiston hududida bir yaxshi ishlab chiqarish liniyasini masalan yurgizmoqchi. Katta bir korxonani. Shularda masalan xitoylik korxonachilar kelib turin qilsa, ayni pulni bir legisini shirinini olib ketib qolishi mumkin. To'g'ri, bu davlatga soliqlarini to'laydi. Lekin men nima deyman? Shu yerda mana tadbirkorlarimiz ana shu masalan qurilish sohasida bo'ladigan bo'lsa, qurilish sohasidagi tadbirkorlar yig'ilib, hali kompaniya qilishib turin, katta qilib korxonani qilib o'sha pullar ko'pchilik puli bilan bo'ladigan ishlarda bankdan kredit olsa, kreditlar juda foizlari katta, qiynaladi. Shuning uchun ana birgalashib ana shu katta loyihalar o'zlari yo'liga qo'yib olishsa-yu, mayli shirin foydasini o'zlariga olsin, xalqimizga qolsin. Ana shu haligi xalq foydasi tegadigan bir loyihalarda demoqchiman-da. Shunga mana chetda ko'rdik, eskidan mana masalan o'rislar kelib Qo'qon egalladi, Qo'qon xonligini, undan keyin Xiva xonligini yordam bermaganligi uchun keyin Buxoro amirligini. Shunday mana masalan katta tadbirkorlarimiz, masalan mana shu Vodiydagi tadbirkorlarimiz, Toshkentdagi tadbirkorlar kerak bo'lsa, Xorazmdagi tadbirkorlar kerak bo'lsa, Samarqanddagi tadbirkorlar birlashib, mana shunday bitta katta loyihalarni egallab, har bir qo'lda kelgan pulni to'lib tikib, katta korxonalar, katta gigant korxonalar qilib olib qilsak demoqchiman. Mana masalan mashina sohalarida hozir mana Xitoy mashinalari kirib kelyapti deymiz. Demak, mana bir zo'r sohani yerga qo'yaman desam, masalan Mercedes sohasini, haligi avtomobildan Mercedes bizlar xursand bo'lib minadiganimiz Toyota kompaniyasinikini masalan shunday ham bir shu yaxshi kompaniyalarda olib, shularga premier olib, shulardan maligi olib, shu tadbirkorlarimiz masalan avtomobil sohasida shunday bir zo'r loyihalarni chiqarsak demoqchiman-da. Ana shu mana masalan Xitoy mashina hozir kundan kun ko'payapti. Mayli endi olib kelinadi. Mana bizda faqat avtomobil sohasida faqat mana shu bitta ikkita sohalarga qarab qolyapmiz. Keyin chiqaryapti deganimizni yaqdan olib kelib terilyapti. Bizlarning tadbirkorlarimiz mana shu Samarqand, O'zbekistondagi eng katta tadbirkorlarimiz avtomobil bizneschilari masalan. Shunday pulni bir joyga yig'ib, yaxshi mana Yaponiyaga o'qitib bolalar yo'q, o'qib kelgan bolalar kelib, Yaponiyadagi tadbirkorlarni, o'qimishli olimlarni olib kelib yoki Germaniyadagi o'sha zo'r mashina chiqaradigan. Men eng qiziqqanim Germaniyaniki bilan shu managiga nimani eng qiziqqanim shu Germaniyadagi Mercedes, BMW kompaniyasiga, boyagi Yaponiyadagi Isuzu, Toyota kompaniyalari ana shulardagidek bir zo'r mashinalar chiqarsak, butun jahon tan oladigan mashinalar. Buni bitta ikkita kompaniya, bitta ikkita odamlar chiqarsa kuch yetmay qoladi. Bunga juda katta tadbirkorlar mahkam birlashib, eng zo'r mashinalar chiqarsak, bizlar ana shunday qilib ko'rsatib qo'ysak demoqchiman-da. Endi hozirgi vaqtda ota-bobolarimiz qilgan xatoni qilmasdan. Mana aytdimki, Qo'qon xonligini egallaverdi, indamadik. Oxir Qo'qon xonligiga yordamga kelmadi. Xiva xonligi, hattoki o'rtadagi Buxoro amirligi qarshilik ham qilgan deyishadi, chunki Buxoro amirligi bilan Qo'qon xonligi ozroq kelishmagan tomoni bo'lgan, shuning uchun yordam qilgani qo'ymagan deydi. Juda ham bilimsizlik bo'lgan. Ana shu xatolar qilmasligimiz uchun hozirgi vaqtda shuning uchun birlashib bir zo'r kompaniyalarda ishlab chiqarib nima qilsak deymanda, xuddi Toyota degan zo'r mashinalar haligi. Toyotaning kompaniyani mashinalari Amerikaning bozorini egallagan. Shunday o'g'aylar Amerikada Toyota eng zo'r mashinalar, hamma joyda shu taksilarda Toyota deydi. Masalan Rossiyada ham Toyota masalan yarim mana shu Uraldan Vladivostokgacha bo'lgan tomonda nuqul Toyota, undan Yevropaskiy tomonlarida, Yevropaskiy tomonga ko'p bitmaganman, lekin 20 yillar oldin borganman. Shu haligi Yevropaskiy mashinalar. Shunga o'xshab mana o'zimizning mashinalar faqat mana bu Chevrolet'dagi mana bu holatga qarab qolmasdan, ana shunaqangi bir zo'rlarini xususiy sektor ana shunday qilib zo'r mashinalarni o'ylab topib demoqchiman-da. Yana boshqa sohalarda ham shunday qilsak bo'ladi demoqchiman. Hozir mana eng zo'r mana elektr energiyani foydalanishni yo'llarini topsak, arzon yo'llarini topsak, gazlar qiyinlik qilyapti. Xullas ana shunaqangi boshqa yana bir kerakli sohalarda, sog'lomlashtirish sohalarida masalan dorilarimiz talabga javob bermaydi deyshadi. Ana bu sohalarda ham yana boshqa sohalarda ham masalan. Endi tarixdan uzoqlashdik demoqchiman, lekin mana shu bir-biriga aloqasi bor gaplarda. Hozir yana nima demoqchiman. Boya Boysun Qo'ng'irot elidiga shu demak mana shu O'zbekiston hududidagi bo'lgan tarixlar haqida gapiraylik.
Buni turkiylar tarixi deymiz. To'g'ri, turkiylar tarixi, lekin O'zbekiston hududidagi gaplarda, masalan, mana shu Boysun, Qo'ng'irot yili, Boysun, Surxondaryo, Qo'ng'irot, Qoraqalpoqda, bu yoqda vodiy tomonlarimiz bor. Endi shu mana shu bizlarda demak bilishimizcha boya 7-asrlarda islom dini dunyoga kelgan deymizmi, endi asosan ommalashgan deylik. Keyin undan keyingi asrlarda bizdan arab xalifaligi qo'lga olishgan, islom dini bizlarga yoyilgan. Keyin mo'g'ullar bostirib kelgan, mo'g'ullar bilan janglar bo'lgan. Keyin shu vaqtda endi mo'g'ullar kelib hamma joyda egallab olib, keyin haligi pul to'lab qildirib yashab turishgan, haligi bojlarini to'lab. Endi shu vaqtda demak bilishimizcha shu O'zbekiston hududidagi odamlarimiz mana shu Turkiya tomonga men borganim yo'q, lekin shu sal yaqinlashganman, bir 20 yillar oldin mana Qora dengiz bo'ylariga borganmiz, bir 2 oy bizlar ham dam olishlarni ko'rganmiz. Ana shu u tomonlar juda zo'rda, dengizni bo'yi. Shaharlarga borib kelib ko'rishib, zo'r, o'tlari ham zo'r, tabiati juda zo'r ko'rishgan. Keyin shu mana haligi Erto'g'rul deymiz, Usmoniy turklar mana shu O'zbekistondan borganlar shu joylarni egallab olish uchun birinchi borib, kamroq chorvalari bilan borib, keyin asosda shu joylarda xalqlari bilan kelishib, og'ayni bo'lishib, tanishib, keyin baribir o'z-o'zidan kelishmovchilar kelib chiqib, shu kelishmovchilikdan foydalanib, kattaroq joylarni egallab, kelishmovchilikdan ham foydalanib, buni ham foydasi tegib qolayotganda, haligi demak o'sha joyga borib yashayapsiz, o'sha joyda borib kun ko'ryapsizlar. Ular baribir qarshilik qiladi, ular baribir beklarimiz deydi, ular bir kattaroq gapiradi, kuchliroq joylarni egallashga harakat qilishadi. Ular qolib ketmayin deb juda mahkam harakat qilib, juda mahkam bir-biri bilan birlashib, jipslashib, bir yaxshiroq qurollarni ham o'ylab topib, o'zlari ham bir jang san'atlarini yaxshi o'rganib, shu xalqlarga borib, haligi o'zini xor qilmasdan, o'zini shu haligi gapini ham o'tkazib, kelajakda kerak bo'lsa joylarini ham olib, egallab, qalalarini egallab, ularni o'zini xalqini kerak bo'lsa joydan haydab yuborib, shu joylarni egallab olishgan. Endi oldingi vaqtda hamma joyda bo'lgan hamma holat ekanda, shu puli ko'plar, quvvati ko'plar, kuchi ko'plar borib joyda egallavergan. Endi bu ota-bobomizdan qolgan nima, buni bizlar hali qilishga haqqimiz yo'q. Bo'lgan tarix shu. Shunday kuchli tariximiz bor. Mana Turkiyaga hali men borganim yo'q. Mana ukam aytdi, aeroporti juda katta aeroport deydi, juda kelib ketish katta. Juda katta, nima desam, juda boy mamlakatlardan bo'lib ketgan. Mana shu o'zlaridan xalqimizlar borib shu tomonda obod qilgan deylik, ana masalan. Ana endi hozir shahda yashab nima qilishyapti. Hozir ham mana shu juda davlatlari kuchli, o'z ovozi bor jahon hamjamiyatida. Ana shu bizlardagi nima deyman? Shunday bo'lganda endi shundoqmi borib, o joylarni qo'lga olib, kerak bo'lsa xalqini haydab borib, masalan, asosan armanlar ko'p yashagan deyshadi. Shu armanlar shuning uchun hozir Samarqandga borsangiz ham armani, Rossiyani xohlagan shaharga borsangiz armani, Qozog'istonda qaysi shaharlarga ko'p aylanmagani shunaqa deyshadi, armani ko'p deydi. Ular qochib ketgan, shu qolganlari, yashaganlari ham bor hozir ham deyshadi. Shunday joylarni egallab, shu joylarni qo'lga olib, tomir ortib, mana hozir katta davlatlar bo'lib turishibdi. Ular lekin endi hozir baribir chambarchas bog'lanib ketishganda, mana shu vaqtda yana bitta gapni aytib o'tayin. Demak, o'sha tomon Turkiya zonasi, Yevropa zonasiga kirib bordi bizlarni xalqimiz. Keyin o'sha Yevropadagi kuchli mamlakatlar juda katta, bular kuchayib ketyapti. Mana kelganda ozroq joyni egallagandi, shuncha joyni egallab, demak, ularga tek tormozlamasak, bizga ham kelib ketadi. Bizlar tomonga ham nima qiladi? Juda janglar boshlangan haliga. Razvedkalari ham boshqa tomonlama ham haliga. Shunga keyin bular juda kuchli joyni egallab, o'zi bu 1 yil emas, 100 yilda, 200 yil, 300 yillarda katta joylarni egallab, 500 yillar o'tib, juda mahkam tomir ortib egallab borib, keyin masalan mana shu Arabiston tomonlarini ham qo'lga olib,
o'sha tomonlarda ham masalan arab xalifaligi oldin bo'lsa, keyingi vaqtlarda Ispaniya Abdulhamid xonlar arab islomiy xalifalik deb nima qilishgan. Shunda endi ular bundan bizni o'zimizdan sotqinlardan foydalanib ko'p haligi natijalarga erishgan. Haligi bir-birimizga qayrab masalan arablarni bizlarga qayrab mana gaplari bor-ku. Sizlar arablar bo'lsanglar, din sizlar tomonidan tashkil qilingan bo'lsa, ularga sizlar o'rgatgan bo'lsangiz, ular sizlarga hozir bosh molla haligi xalifa bo'lib ketyapti deb ularni qayrab ketin kelishmovchilik keltirib chiqarishgan. Yerda ham kelishmovchilik, bu yoqda bostirsa, bu yoqda kelishmovchilik. Endi bizlarniki Usmonli turklarimiz, Usmonlidagi shohlar borib o'ldirib yormaydi-ku musulmonlarni, haligi shu ozroq bostirish, undan foydalanib bu tomon yana qo'zg'olonlar qilib, oxiri ana shu kuchsizlanib boravergan. Oxiri mana shu oxirgi 100 yil 200 yil oldingi holatga kelsak, masalan, so'nggi imperator haligi Abdulhamid xon kinosini ham bir xil seriallarni ko'rdim. Shu juda katta joyda egallab boshqarib turibdi. Bunga qanaqangi haligi o'sha Yevropa boylar, haligi Fransiya, Angliya, Amerika ham, Germaniya ham qaysidir tomondan shular bunga qarshiliklar qilib, shular bilan nima qilib janglar olib boriladi haligi. Katta. Ana endi shu joylarni egallab, hozir ham mana ishlab qolishdi masalan. Tutib yoramiz, yo'q qilamiz degan vaqtlar ham bo'ldi. Yo'q qilmasdan mana hozir ham o'sha yoqda dinimiz, musulmon dini rivojlanib, hozir ham masalan endi musulmonlar nomidan ko'p joylarga chiqib gapirishyapti. Endi to'g'ri borib shunday yordam berish yo'q. Hozir ular birlashib ketgan, har bir korxonalar, har bir bank sistemalari, savdo sistemalari bir-biriga birlashib ketgan. Masalan, o'sha Eronga ular jang qilib kelayotgan bo'lsa, birdan olib qila olmaydi, yordam bera olmaydi, chunki birlashib ketgan. Endi hech bo'lmasa biz shundan norozimiz deb aytib turish, shu ham katta gap. Masalan, mana bu hamma xalq ham aytolmayapti-ki, bizlar shundan norozimiz demasdan. Chunki o'sha noroziligini bildirib turish shu ham kattaroq gap. Har qalay bir ovozimizni eshittirib turibdi. Endi menda gaplarimiz shu edi. Masalan, mana Turkiyadagi armanlarga o'xshagan millatlar, greklarga o'xshagan millatlar, shular ko'p bo'lgan, shularning joylarini olib, bizlar shu joyda katta davlatlar qilib, mana shunday bir jahonga nomimizni aytib turibmiz. Shunga shu sohadagi gaplarimizda endi to'g'ri bir boshdan aytib kelsam, akal yozib olib qilsam bo'ladi, lekin mazmun shu. Gaplarimiz to'g'rimi? Nima deysizlar? Mana shu ayniqsa Turkiyani qo'lga olib, Turkiyadagi o'zbeklar shunday katta davlat qilgan ekan. To'g'ri gapiryapmanmi? Bu yo'lda yana ham haqiqatan bo'ldi. Mana Amir Temur bu yoqda mana 15-asrlardan masalan haligi kuchayib keldi. 14-15-asrlardan masalan shu bizaniki demoqchiman-da, o'rta asrdan bu yoqlardan. Keyin shu yerda Turkiyadagi Bayazid, ularning podshosi shu vaqtda edi. Bizniki Amir Temur bu yoqda. Amir Temurga taalluqli karvonlar birlikda talangan. Shunda shu Bayazidni bir jiyanimi, shunga taalluqli bir beklar nima qiladi? Talab nima qiladi? Keyin Amir Temurni ko'niga tegadi. O'sha odamingni tiyib qo'ygan, bo'lmasa o'zimga ber, o'zim adabini beray dedim. Adabini bermaydi. Keyin shundan urush kelib chiqargan. Shu yerda ham mana bizlarga aytamiz, haliga deymiz. Mana Samarqandga Ispaniya elchisi Klavixa keldi deymiz yoki boshqasi. Shu vaqtlardan demak shunday bo'lgan-ku, shu yoqqa kelib elchilar ligi qilib sovg'a salom olib kelib, keyin albatta gijgijlash bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Qarang, u siz aytganingizni qilmayapti, hurmat qilmayapti deb oxiri katta ikkita o'zimizni xalqimizni urushtirib qo'ygan. Mana Turkiyadagi Bayazid o'zimizdan chiqqan podsho, bu yoqda Amir Temur o'zimizdan chiqqan hozirgi podshomiz, shu yoqdagi podshomiz urushib nima qilgan. O'shandagi ancha orqaga surilib ketgan Turkiya, bo'lmasa Yevropa, Ispaniyalarni ham masalan
xullas balkim Angliyani ham qo'lga olib qo'yamidi. Masalanda endi ular shundan qo'rqib urushtirishgan, bular ancha bir 100 yillab orqaga surilib ketadi. Ular keyin yana kuchayib olib, o'zi urushga ketin hojatim bo'lmay qolgan bo'lishi mumkin. Mana shu haligi mana shu Turkiyadagi shu Osmonlida haligi bizlarniki qanday qo'lga kelgan bizlarga Turkiya masalan. Shuni to'g'ri gapirdimmi? To'g'ri tushuntira oldimmi? Agar shu noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, shunday deb aytib qo'ysangizlar. Men shunaqa demoqchiman. Yaxshi kunda. Chunki buni haligi ketin agar to'ldirib nima qilsangiz yana bir mazza qilib eshitamiz. Shu sizlarning har bir darslaringiz bizlarga dars bo'lyapti-da. Shundan katta rahmat aytmoqchiman. Ana shu bizlarning bilimimiz mana shu darajada meniki deyin. Agar qolgan gaplar bo'lsa yana to'ldirsangizlar. Agar to'g'ri gapirayotgan bo'lsam, uni ham ozroq aytib o'tsangizlar. Katta rahmat. Muvaffaqiyat ishlaringizga, olimlarimizga.